Bugun sizlar bilan kvartira emas, chiroyli dizaynga ega bo'lgan hovli ko'rib o'tamiz. 4 ta xonasi hamda 2 ta sanuzulga ega 5,5 sotix maydonni egallagan asosiy mehmonxona qismidamiz. Oddiygina fon berib qo'yilmagan, videoda ko'rinmasligi mumkin, lekin qimmat rangda ishlatilgan hamda qimmat parketlar qilingan. Pol qismida barcha jihozlari xonadonni qoldirilmoqda. Demak, mehmonxona qismini ko'rib o'tdik. Sizga xonadonimizning planirovkasini, ya'ni tuzilishini ko'rsatib o'tamiz. To'rtburchak holatda joylashgan hovlimiz hamda qurilishi ham o'rtada to'rtburchak holatida. Asosiy kirish eshigidan qimmat eshiklar qo'yilgan holatda qimmat laminatlar ham qilingan polimizga va koridor bo'ylab asosiy mehmonxona qismini demak ko'rib o'tdik va birma-bir qolgan xonalarni ham ko'rib o'tamiz. Keling. Bu demak ikkinchi zal qismimiz. Bu yerda stol qo'yib, mana bu mebellardan foydalangan holda yana bitta mehmon kutib oladigan mehmonxonacha qilib qo'ysangiz bo'ladi. Konditsionerlar o'rnatilgan, hamma xonaga, hamma jihozlari xonadonni qoldirilmoqda. Keling endi. Ikkinchi xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafdagi. Marhamat. Bu yoqda yotoqxona yana bitta. Buni bolalar xonasi qilsangiz bo'ladi, chunki bu tarafda kattalar yotoqxona qismi mavjud. Bu xonamizda ham qimmat Citroen konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan, gilam parda qilingan. Bu oshxona qismi. Mana shunaqa qimmat xolodilniklar va yevro dizaynga ega bo'lgan shunaqa stildagi kuxonniy garnituralar o'rnatib qo'yilgan, barcha sharoitlar yaratilgan ovqat tayyorlash uchun. Mana shu yerda mayda-chuyda hamma texnikalarimiz, demak mana bu yerda o'rnatilgan idish-tovoq yuvish moslamalari hammasi xonadon o'zida qoldirilmoqda. To'liq kafil bo'lgan oshxona qismini ko'rib o'tdik, 3 ta xonani ko'rib o'tdik va 4-xonamiz kattalar yotoqxona qismi. Keling. T-obrazli joylashgan planirovkasi va kattalar yotoqxonasida ham yetarli darajada barcha sharoitlarga ega. Shuma izolyatsiya bo'lgan, xonadan xonaga ovoz o'tmaydi. Demak, bu yerda ham katta televizorlar va konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Ko'ribsizlar, barcha jihozlari xonadonni qoldirilmoqda. Keling endi yana boshqa proyektlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xonadon egalari mana bu yerda stillash qo'yganlar, asbob, aslahalarni xonadonda mana shu yerda saqlash uchun. Va bu tarafga o'tadigan bo'lsak, to'g'rida yana bitta shunaqa kladovkachamiz bor. Marhamat. Xonadonda jami 2 ta stabilizator shu korpusda o'zida va u tarafda tashqarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda arestorlar ham o'rnatib qo'yilgan. Tashqarida yana bitta stabilizator va generator o'rnatib qo'yilgan. Marhamat, bu birinchi sanuzulimiz. Dush, vanna, ikkitadan hamda bu yerda hojatxona qismi o'rnatib qo'yilgan. Shu yerda o'zida ham konditsioner o'rnatilgan. Xonadon egalari gazni uncha yoqtirmaganliklari sababli xavfsizlikni ta'minlash maqsadida to'liq tokdan foydalanmoqdalar. Xo'p, bu yoqda ikkinchi sanuzul qismi. Menimcha proyektini tushunib o'tdingizlar. Devorlarga yana bir marta ahamiyat berishlaringizni xohlardim, chunki oddiygina fon berilmagan, qimmat ranglar ishlatilgan. Endi xonadonni, hovlini, tashqi holatlarini ko'rib o'tamiz. Marhamat. Xonadonimizda asosiy korpusini ko'rib o'tdik. Eshiklari, deraza romlari shuma izolyatsiyalik, ya'ni tashqaridan tovush eshitilmaydigan qimmat eshik va deraza romlari o'rnatilgan. Faqatgina tashqi fasadda ozgina ishlari qolgan, o'zlaringiz uchun qolasizlar. Mabodaga hozircha shu turishda holatda qoldirsangiz ham bo'ladi, chunki ichki remont holatlari tayyor. Elektr ishlariga, santexnika ishlariga xonadon egalari ancha-muncha pul sarflaganlar. Ortiqcha ovoragarchilik sizlarda bo'lmaydi. Demak, patolog qismlariga ham e'tibor berasizlar hamda tom qismlari to'liq temir profillardan qilingan. Hamda quyosh paneli o'rnatishga tomimiz tayyor holatda bo'lib turibdi. Demak, supa qismimiz, yashil agorodcha qismimiz ham bor, ya'ni zeleniy zonamiz ham mavjud. Hamda mana bu to'rtburchak xonachamizda bizani generator va stabilizatorimiz joylashgan. Tokni barqaror ishlashi uchun mana shu qimmat texnikani ham xonadon egalari o'rnatib qo'yganlar. Va hovlining burchak qismida kattagina joyda egallab turgan mana bu joyimiz, demak, bu trenajyorniy zal, ya'ni shug'ullanish uchun xonadon egalari o'zlari uchun ta'mirlab, jihozlab qo'yganlar. Bu ham demak xonadon o'zida qoldirilmoqda. Mabodaga mahalladagi bolalarni mana shu yerda shug'ullanishini ta'minlab, ozroq pul ishlasangiz ham bo'ladi. Mabodaga-da endi bu. Demak, ancha-muncha pul sarflangan, o'zlari uchun qurgan mana shu 5,5 sotixdan iborat hovlimizning manzili Moxinur to'yxonadan, ya'ni eski shahar hududi Moxinur to'yxonadan kirib kelganda ichkari ko'chada joylashgan. Navislar qilingan, mashina qo'yish uchun 4 ta 5 ta mashina sig'ib ketadigan mana shunaqa holatda bo'lib turibdi va asosiy darvoza bu yerda o'rnatilgan. Darvozaning orqa qismida esa trenajyorniy zal. Agar zalni olib tashlaydigan bo'lsangiz, mana shu darvozadan foydalanib mashinangizni ichkariga bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Ushbu xonadon kimga ma'qul kelgan bo'lsa, 1,450 million so'm ustida savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. Pastda to'liq ma'lumotlar uchun raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsalaringiz, Navoiy shahar atrofidagi mana shunaqa yaxshi xonadonlarni, e'lonlarini ko'rib borasizlar. Agar sizlarning ham sotilayotgan yaxshi xonadonlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga pastdagi raqamlar orqali murojaat qiling.